Videoni ko'rishdan oldin kanalga obuna bo'ling. Hurmatli tinglovchilar, men sizlardan soatlab vaqtimni ayamayapman. Sizlar ham men uchun 3 soniya vaqtingizni qizg'anmang, iltimos. Alo. Maqsud aka. Tez daladagi chaylaga yetib keling. O'g'lingiz Olmos. U hushsiz holatda. Yuzlari ko'karib, og'zi qiyshayib ketgan. Yoshligimizda kattalar aytishgan, shom payti ko'chaga chiqma, jinlar ko'p bo'ladi. Yolg'iz kimsasiz joylarda sang'ima. Va yarim tunda, umuman tun payti seni kimdir uzoqdan ismingni aytib chaqirsa, javob berma. U joyga borma va qarama. Bu jinlar bo'ladi deyishardi. Bu bejiz emas ekan. Sobir va Olmos. Ikki yigit o'sha kuni kechgacha dalada qo'ylarni boqib, tun kirgach ularni qo'tonga qamadi. Endi tuni bilan makkalarni sug'orish kerak. Xana iloj. Qishloq hayoti yer katta. Mana tun ham kirdi. Ikki do'st Makkaga suvni ochib bo'lgach, qo'ylardan xabar olishib, kichkina bir xonali eski tom, nurab qolgan, avval qurilgan chaylaga qaytishdi. Hammasi joyida. Oy nurida shamol mayin esar, chigirtkalar chirillab, goh-gohida qo'y mollar ma'rab qo'yishardi. Shaldirab oqayotgan suvning yoqimli ovozi osoyishta tunga zeb berib turar, odam qulog'iga yoqardi. Sobir do'sti Olmos bilan u yoq bu yoqdan suhbatlashib yotishardi. Asta esayotgan shamolda tol, terak daraxtlar behol chayqalar, ora-orada g'ijirlab qo'yardi. Ikki yosh eshikni yopib olgancha suhbatlashishardi. Shunda bir on chayla eshigi nozik, lekin eshitilar ohangrabodek taqillab qoldi. Ular eshik tomon qarashdi. Qiziq, yarim tunda bu dashtda kim ekan? Yoki suvchi fermer keldimikan deya Olmos kim dedi. Lekin tashqaridan ovoz kelmadi. Eshik yana taqilladi. Olmos asabiylashib, "Kimsan?" deya eshikni shartta ochdi. Lekin tashqarida hech kim yo'q. Bu yoki shamolmikan deyishdi. Ko'ngilda xavotir uyg'ondi. Yuraklari g'ash bo'ldi. Sobir, "Men suvdan xabar olib kelay" deb qo'liga fanar va ketmonini olib, Olmos Makka poyaga, suv boshiga qarab ketdi. Sobir jim yotar, tunning ovozidan ko'zlari sekin uyquga keta boshladi. Biroz o'tgach, chayladan sal nariroqdagi qo'tondagi qo'ylar bezovta bo'la boshlashdi. Sobir uyg'onib ketdi. Olmos ketganiga deyarli yarim soat bo'ldi. Hali ham kelmadimi deya xavotir oldi. Shunda yana eshik taqilladi. Endi tursam dabdalasini chiqazaman. Olmos, hazillashma deya baqirdi. Eshik esa tinimsiz dona-dona taqillardi. Xuddi ataylab qilgandek. Olmos dedi yana bir marta. Lekin na javob kelardi, faqat eshik taqilladi. Eshik o'rtadan noodatiy, g'ayritabiiy ovoz keldi. Bu safar Sobir ko'rpa ichidan zabt bilan turib eshikka qaradi. Eshik Sobir vahima ichra seskanib eshikni ochdi. Qarasa, bir echki turibdi.
Uning vahimasi biroz bosildi. Qo'rqoq bo'lmay o'l, deya o'zini so'kdi. Echkini qo'tonga olib borib bog'ladi. Hamma yoq suv quygandek jimjit. Faqat tun o'z hukmini surardi. Jin ursin, qayerda qoldi bu olmos tushmagur, dedi. Shunda sekin esayotgan shamol Sobirning quloqlariga juda past, lekin tanish ovozni olib keldi. Sobir! Sobir! Bu olmosning ovozi-ku. Tinchlik bo'lsin-da, deb yugurganicha Makka poya boshiga bordi. Suv ariqda to'lib oqar, suv ochiladigan ariq boshida fanar yorug'i va ketmon turganini ko'rdi. Bu olmosniki-ku. O'zi qayerda ekan? Olmos! deya baqirdi. Lekin javob yo'q. Faqat suv oqishi-yu chigirtkalar chirillashi. Sobir! Sobir! Yana ovoz keldi. Bu safar Makka poya ichidan. Poya o'rtasidagi makkalar birdan shitirlab ketdi. Xuddi nimadir tipirchilagandek. Sobirni qo'rquv bosdi. Bu hazil emasligini tushundi. U fanarni qo'liga olib poya ichiga kirib ketdi. Poya o'rtasidagi yaqinroq qolganda yana ovozlar to'xtab qoldi. "Yo Allohim, o'zing asra", deya Sobir ketib borar, do'stini chaqirsa ham javob kelmasdi. U dala o'rtasiga yetib bordi. Uzun makkalarni qo'li bilan surib, shitirlagan joyga keldi. U ko'rgan narsa, u yerda hozirgina qo'tonga bog'lab kelgan echki Makka poyada turardi. Hayron qoldi. "Tavba, hozirgina bog'ladim-ku", deya echkining ipidan ushladi. Qo'tonga qarab sudradi. Makkalar ichida ha deganda tortqilasa ham yura qolmasdi. Qo'ylar oldida echkini bog'lab chaylaga, olmosni izlagani, olmos ko'rpaga o'rangancha uxlab yotardi. "Olmos, jinnimisan? Nega o'yin qilasan? Seni deb qancha bezor bo'ldim", dedi. Lekin olmos uyqudan turmadi. Bor bo'yicha yuzlarini ko'rpa bilan yopib uxlardi. Ora-orada xurillab ham qo'yardi. G'alati ovoz. "Jim yot", deya bezor bo'lgan Sobir teskari yonbosh bo'lib uyquga keta boshladi. Soat tungi 01:35. Sobir qadamlar ovozidan uyg'onib ketdi. Uyqusirab soatga qarasa, hali yarim tundan o'tgan, atrof zim-ziyo. Faqat oy nurida atrof g'ira-shira ko'rinadi. Chayla tomi yoruqlaridan osmonni zaif, yakkam-dukkam bulut qoplaganini ko'rdi. Xuddi chayla yonida ko'plab odamlar o'tayotgandek aniq eshitiladigan qadam ovozlari. Sobir bu safar rostakami qo'rqa boshladi. Eshik silkinib taqqillay boshladi. Bu safar kuchliroq. Uning qulog'iga qo'rquvdanmi har xil ovozlar eshitila boshladi. Olmosga qaradi. Qimir etmay haliyam o'sha turishda uxlab yotardi. "Olmos! Olmos, tur!" Qo'llari qaltirab dahshat ichra eshikni ochgandi hamki, ovozlar birdan tinib qoldi. Tashqarida yana o'sha echki turibdi. Tepasochi tikka bo'lib turgan Sobir "Yana senmi?" deya hayvonni endi urmoqchi bo'lganda zich, lekin muzdek narsa uning yelkasiga tegdi. "Sobir" degan ovoz keldi uni orqasidan. Ovoz g'ayrioddiy, noinsoniy edi. Sobir dahshat iskanjasida qo'rqgan, asabiylashgan holda yelkasidagi olmosni qo'li deb olib tashlamoqchi bo'ldi. Yelkasidagi qo'lni endi ushladi hamki, u muzlab qoldi.
U qo'l emas, qattiq muzdek jism edi. To'g'rirog'i, yelkasidagi ushlab turgan narsa tuyoqqa o'xshardi. Sobir, deya ovoz keldi yana ortidan. Sobir arang qaltirab o'rtog'iga o'girildi. U ko'rdi. Ko'rishi mumkin bo'lmagan mavjudotni ko'rgandi. Hoziroq kanalga obuna bo'lib, videoga like bosmasangiz, siz bilan ham shunday voqealar sodir bo'ladi. Hazil, davom ettiramiz. Uning qarshisida odamdan biroz baland gavda turardi. Bu olmos emas edi. Uning qo'llari va yuzlari jun bosgan, echki soqol, odam yuziga o'xshash, lekin biroz g'alati hayvoniy yuz shakllanib turardi. Og'iz ikki iyak tomon cho'zilgan, yovuz va dahshatli tabassum bor edi. Ikki ko'zlar esa peshona tomon ko'tarilgan, oy nurida sap-sariq olovdek yonib turardi. Bosh orqasida esa ikki shox, xuddi echkinikiga o'xshagan. Sobir qotib qoldi. Butun badanini qo'rquv egallab olgandi. Undan xuddi olovli qora tutun chiqib turardi. Ortidan gursillagan ovoz eshitildi. Shunda Sobir ortiga o'girildi. Eshik yonida turgan echki yo'q. Pastda esa Olmosning tanasi ayanchli holatda yotardi. Olmosning ko'zlari, yuzlari ko'karib ketgan, ko'zlari qo'rquvdan katta-katta ochiq. Og'zi esa dahshatli qiyshayib yotgandi. Sobir nima qilishini bilmay qotib qolgandi. Qo'rquvdan oyoq-qo'llari bo'shashib, qaltirab, tili kalimaga kelmay qoldi. Jin deya baqirdi. To'g'rirog'i o'ziga baqirgandek tuyuldi, lekin ovozi juda past, zaif chiqdi. Unda kuchli qo'rquv tufayli kuch qolmagandi. Qo'rquv, dahshat uning tanasini butunlay egallab oldi. Uning yuragi muz ustida turgandek qaltirab qoldi. Uning yonida turgan dahshatli jonzot esa uning oyoqlaridan nohaqiqiy chaqqonlik, tezlik bilan changallab Makka poyachiga sudrab ketdi. Sobir qo'rquv ichra baqirdi, lekin uning ovozini hech kim eshitmasdi. U qop-qora tutun ichida poya ichiga yo'qolib ketdi. Tong otganda suvchi fermer suvni Makka poyadan o'chirish uchun Maqsud akaning dalasiga boradi. Makka poya yonidagi chayla kirish eshigi yonida Olmosning chirkin jasadini topishadi. Murdaning yuzi shunchalik ayanchli ko'karib ketgan, og'zi qiyshayib, ko'zlari ochiq qolib ketgan. Xuddi qattiq qo'rqgan odamga o'xshardi. Lekin nimadan bunchalik qo'rqish mumkin? Mahalladagi odamlar izlashlari bilan